Agar men o'zimni yolg'ondaka o'ldiga chiqarsam nima bo'larkin? Buni bir tekshirib ko'rish kerak. Qani aholi nima qilarkin men o'lganimdan so'ng? Ha, to'g'ri aytasan. La'nati, bunga qaranglar, Grox o'libdi. Grox o'libdi. Qoyil, Grox o'libdi. Buni hammaga aytmasam bo'lmaydi. Grox o'libdi. Xo'sh, mana men yana uyg'ondim. Mana endi aholiga bildirmasdan ularni tekshirib yuraman. Qani men yo'qligimda ular nima qilishar ekan? Xo'sh, bunisi nima balo bo'ldi? La'natlari, nima balo qurib tashashgan? Xo'sh, u yerda navbat nima buncha ko'p? Nima uchun navbatga turganlarni tekshirishim kerak? Nima haqida gaplashayotgan ekan ular, ha? Kim oxirgi turibdi? Oy, kim oxirgi turibdi deyapman, la'natlar. Oldinga men turibman, ko'rmasan nima balo? Shummadim, nima ovoz edi bu? Borib tekshirib ko'rchi. Shummadim, lekin aynan men tekshirib kelishim kerak. Chunki sen oxirgi navbatda turibsan. Hadaringga la'nat senlarni. Mana men hammasini ko'rdim. Bu yerda hech nima yo'q. La'nati axir bu. Baqirma la'nati. Menimcha meni hech kim tanimasa kerak. Xavotir olmanglar, men tekshirib keldim. U yerda hech nima yo'q. Qoyil, seni ovozingga nima qildi? Bilmasam, ko'zimga chang kirdimi, nima balo? Shummadim, ovozing bilan ko'zingga nima aloqasi bor? Ha, mayli, keyin gaplashamiz. Men tabib huzurlariga borishim kerak. Ko'zim negadir og'riyapti. La'natlari, menimcha bu shahar boyvachchalar shahri bo'lsa kerak. Men umrim bino bo'lib bunday shaharni ko'rmagan ekanman. Qoyil, axir bu yer hammasi oltindan-ku. Qiziq, bu portal qayerga yetarkin, ha? Bir bor tekshirish kerak. Senga u yerga borish taqiqlanadi. Tushunmadim. Bu portalga kirishing uchun sen boyvachcha bo'lishing kerak. Seni ko'rinishingdan sen gadoyvachchaga o'xshaysan. Bu portalga kirish uchun senda 1 million zumrad bo'lish kerak. Bu jinorton, axir menda buncha yo'q-ku. Men qaytib kelaman hali. Qoyil, mana endi men boyvachchaman. Eshityapsizlarmi? Men boyvachchaman. Bu la'nati, menimcha menda imkoniyat borga o'xshaydi. Men tushunishim bo'yicha bu bankka o'xshaydi. Banklarda nima bo'ladi? Albatta olmoslar, oltinlar va zumradlar bo'ladi. Xo'sh, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Xush kelibsiz janob. Qanday yordam berishim mumkin? Xo'sh, menga ko'proq zumrad kerak. Yaxshi janob, mana bu talablarimiz bilan tanishib chiqing. Qo'yli, bitta zumrad bersam o'rniga 64 ta zumrad berasizlarmi? Menga bu yo'qdi. Men hozir kelaman. Xo'sh, men qayerdan bitta zumrad olsam ekan, ha? Kimdan so'rasam ekan? Kim menga berar ekan zumradni? 1 daqiqa. Gadoyvachcha, menga zumrad kerak. Agar menga zumrad bermasang, men seni o'ldiraman. Qoyil, men boy bo'lsam, men senga zumradingni qaytarib beraman. Girgitton, men qaytib keldim. Xo'sh, qani men bitta zumradning o'rniga 64 ta zumrad olaman. Qoyil. Menga bu bankning talablari juda ham yoqdi. Lekin men bu bitta zumradni qanchalik qiyinchilik bilan topganimni bilmaysan. Janob, sizga aytish esimdan chiqdi. Birinchi qavatda sandiq bor. Siz uning ichidan